Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Uyg'ur kishilik huquq qonuni hal qilg'ich bosqichga keldi. Koreydagi Ili General Mahkamasi bilan Keriyadagi Qurbon Tulum Sari Xitoy kommunistlari tomonidan atalmış Millatlar Ittifoqligi bosisi qilib bekitildi. Malayziyaning shimolida suv ofati yuz berdi. Sog'lomlik haqida savol. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Qo'zat Altay oldimizdagi hafta Uyg'ur qonun loyihasining Amerika Avam palatasiga sunilganligini bildirib, Avam palatasidagi 440 kishidan 128 kishining Uyg'ur qonun loyihasini imzolab bo'lganligini va bu qonun loyihasining ma'qullanishi uchun oz deganda 220 kishining imzo qo'yishining kerakligini, shunglashqa Uyg'urlarning Uyg'ur qonunining ma'qullanishi uchun palata a'zolari bilan ko'rishib imzo talab qilish kerakligini bayon qilib, jiddiy yig'in ichib munosabatli kishilar tomonidan maxsus nima qilish, qanday qilish haqida leksiya so'zlanib, qilishga tegishli ishlar tafsil o'rlashtirilgan. Buningga qarta Rabia Qadir xonim tarqatgan sinalg'usida 1 dekabrda imzo to'plash uchun kelgan Uyg'urlarning qattiq yig'ayotgan yomg'irga qaramay Amerika Uyg'ur markazini to'ldirganligidan intayin suyunganligini bildirib, buning bir tarixiy fursat ekanligini, mazkur qonun ma'qullansa ko'chmanlar masalasining, lager masalasining, vatanning ozodligi, shundaqla vatanga qaytib ketish qatorliq masalalarning ishkining ichildiganligini so'zlab, bu qonun ma'qullansa biz Uyg'urlar Amerika qonuni ichidagi bir xalq bo'lganligimizni, 14 yildan beri orzu qilayotgan kunlarning kelganligini ta'kidladi. Qo'zat Altay başçılığıda Tumaris xanım, Alpidar xanım ve başka bord azaları bilen billa ögünlükке oturuğa koyulduğun kongres ve senatörlerde koyulduğun Uyghur kanunu doğruluk bunu aş kanunda ötküzüş için 16 saat burun elan qıptiken bula ciddi müşnün hizmetke ötmesek kanun qeyb qilish ehtimoli bor deb. Atalmış Şinjan gezisining 29 noyabrdagi sonida xabar qilinishicha, Qo'rg'os noyisining Ko'rgesiga joylashgan tarixiy o'rinlardan Ili General Mahkamasi bilan Keriya noyisidagi Qurbon Tulum xotira sari Sharq Turkistondagi Millatlar Ittifoqligini ilgari surish tarbiya bazasi qatoriga kirgizilgan. Xabarda Ili General Mahkamasining 1,5 asrlik tarixga ega ekanligi, uning Sharq Turkiston bilan Xitoy orasidagi tarixiy munosabatni aks ettirganligi, har millat xalqining tajovuzchiligiga va milliy bo'lgunchiligiga o'rtaq qarshi turib kelganligining namoyandasi ekanligi ilgari surilgan. Ammo mustaqil tarixchilar Ilidagi General Mahkamasini Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistondagi mustamlikachiliginin simvoli deb qarab kelmoqda. Xabarda eskartilishicha, Keriyadagi Qurbon Tulum xotira sarayida Maozdongning Qurbon Tulum bilan tushgan surati bilan birlikda Shi Jinpingning Qurbon Tulumning navrilariga yozgan xat ko'rgazmaga qo'yilgan. Qurbon Tulum yillardan buyon Uyg'ur jamiyatida milliy ansizlikning va ahmoqlikning simvoli sifatida masxirga uchrab kelayotgan bir obraz. Muhojiratdagi Uyg'ur kuzatuvchilar Xitoy tarafining Ili General Mahkamasini tashviqot markaziga aylantirish orqali Xitoy fuqarolarida millatchilikni uyg'otishni ko'zlagan bo'lsa, Qurbon Tulumni ko'tarib chiqish orqali Uyg'urlar orasida qo'lchilik ideyasini kengaytirishni ko'zlaganligini ilgari surmoqda. Mazkur xabar deyilishicha, yuqori tilga ilingan 2 o'rinni qo'shganda Sharq Turkistondagi atalmış Millatlar Ittifoqligi tarbiya bazasining soni 14 ga yetgan. Malayziya taratqullaridagi xabarlarda ko'rsatilishicha, Terengganu shtatida hafta oxiridan buyon tarqoqlashtirilgan kishilarning soni 5807 ga yetgan. Kelantonda hozirgacha 5636 kishi shtatlik hukumatning qo'g'dash markazlariga o'rnashtirilgan. Kelanton shtatidagi eng cho'ng daryolardan biri bo'lgan Goluk daryosining suv saviyasining xatar cheki bo'lgan 9 metrdan eshib 10,47 metrga yetganligi eskartildi. Shtatdagi boshqa daryomi suv saviyasining xatar chekidan oshganligi, xalq omasining kundalik turmushiga og'ir ta'sir yetkazganligi, yerlik hukumat o'rinlarining chiqimni mumkin bo'lgan eng to'van darajaga yetkazish uchun jiddiy tadbir qo'llanayotganligini bildirgan. Uzuqshunoslarning tushuntirishicha, navatning qalini silqlashtirib, yurakni tozalash, beoromlikni tugitib, usuzlikni besish, manfiylikni kuchaytirib, xilib paydo qilish, o'pkani silqlashtirib, yo'talni to'xtatish qatorliq roli bor ekan. Shundaqla navat o'pka qurg'oqlashdan yo'tilish, balg'amsiz quruq yo'tal, qon aralash, balg'am tukurish qatorliqlarga obdan manfaat qiladi ekan. Tibbiy materiallarda ko'rsatilishicha, tövandagi reseptlar orqali navatning shifoliq rolidan foydalanib kasal davolig'i bo'ladi. 1. Navat bilan choy damlab ichib olganda badandagi sovuqni ilib, o'llikni yo'qotadi. 2. Xas uruqining shirnisini chiqarib, navat bilan aralashtirib iste'mol qilsa, chosh tushishining oldini oladi. 3. Lochin donidan 10 gram, navatdan 10 gram ilib so'qib, tasqab kunda 3 qatim, har qatimda 10 gramdan iste'mol qilib bersa, chosh oqirishining oldini oladi. 4. Zukam bo'lib yo'tilib qolganda suluq nashbit va seriq navat tayyorlab, nashbitni navat bilan qaynatib, sharbatini ichib bersa, zukam va yo'talga manfaat qiladi. Ammo ichi surib qolganda nashbit iste'mol qilsa bo'lmaydi. Bu xil usulda tayyorlangan sharbatni badan og'irligi o'lchamidan eshib ketgan bolalarga bek ko'p ishkizmaslik yoki shakar miqdorini tövallatib ishkizish kerak. 5.
Buningdan boshqa yana halva aytganda chaqmaq qanning o'rniga navat ishiltib, sovuqdan bo'lgan belput og'riqi, börekni sovuq qilib ketish, sovuqdan bo'lgan oshqozon uchayning roli ajizlash qatorliq kasalliklarni davolag'ili bo'ladi. 6. Oshqozon mijozi sovuqdan buzilish sababidan bo'lgan bosh og'riydigan, sezim a'zolarining kuchi ajizlab qolgan kishilar usti quddusni choy o'rnida damlab navat silib ichib olsa oshqozonni yaxshilaydi. Bo'libmi o'quvchilar ishxonada o'tirib xizmat qiladiganlar choy ichganda usti quddus bilan navatni birga qo'shib damlab ichib olsa umumiy badanni quvvatlab turli kasalliklarga manfaat qiladi. Navatning kasalliklarga shifo bo'lishidan boshqa yana kundalik turmushda ishlatilishi xilli keng. Masalan, navat tarkibida qatorg'uchi modda bo'lg'ishqa, do'ppi tikishda navat suyini purkish orqali do'ppining ichidagi materiallar qatorilib sifat kirgizuvchi ishlatiladi. Uningdan boshqa xalqimizda yana suyumlik odamlarni navatga o'xshatadigan, chiroyli joyida ishlatilgan gaplarni navatda gap qildingiz degandek ta'riflashlarmi bor. Buningdan navatning turmushimiz bilan zich munosabati borligini ko'rib olish tas emas. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.